Assalomu alaykum aziz muxlis, Gulli TV kanalimizga xush kelibsiz. Kompaniyasidan uy olganlar mana shunaqa issiqqina oshdan ham yeyishadi. Chunki bugun sotuv ochilgan. Bu nechinchi qozon aka? Ropporasi 3-qozon. Mana kelgan hamma mijozlar uy olishyapti, shartnomalar imzolashyapti va maza qilib osh yeyishyapti. Mana shuncha odamlar. Ehe, mo'ljada nechta qozon shunda umumiy? O'zi umumiy 4 ta qozon, balki 5 tagacha ham mumkin. Demak, azizlar, ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum, bayramlar muborak bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi? Qanaqasizlar? Nechinchi navbatdasiz? 655-chi. Muncha qiyin. Meniki ham 678. Hozir ichkarida sotuv ofisida nechinchi navbat kirib ketgan hozir? 320 da kiradi. Soat nechida keladi navbatinglar bunaqada aka? Ehe, siznikichi? 385. Ehe, kuch-quvvat. Osh yedinglarmi? Nega? Navbatinglarni kutib o'tirib. Imorat kompaniyasida mingdan ortiq mijozlar o'z navbatlarini kutishyapti. Ayni damda men mana shu administratsiyadagi qizlar bilan gaplashmoqchi edim. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, rahmat. Ertalabdan boshladinglar. Ha. Soat necha edi? 7dan qabul qilish boshladik. Soat 7. Assalomu alaykum, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Hamma uy oldimi? Mana shu kotej. Qancha uy mo'ljallayapsiz? Oho, pulingiz ko'p ekan-a? Ha, pul ko'p, Xorazmdanman. Xorazmda pul ko'p bo'ladimi? Allah Hozir roziligicha Allah yo'lda yordam qilsangiz yana ham yaxshi hozir bo'ladi. mana navbatingiz keladi. Siz bilan sotuv ofisidagi menejerlar gaplashishadi. Azizlar, men hozir orqa eshikdan kiryapman. Marhamat. Allaqachon o'zini navbati kelgan mijozlar. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin, bu Eko loyihamiz, ya'ni Eko Park City. Va mana bu yerda esa Sergeli City kompleksi. Bu kompleks ham juda ham katta city bo'lishi kutilyapti. Suhrobjon, charchab qolmayapsizmi? Qiymas ekanmi? Yo'q, bo'ladi. Imorat kompaniyasida ishlab charchab qolmayapsizmi? Yo'q, aksiyada. Asablar joyidami? Zerikmaydi odam. Zerikmaydi. Yoqdi sizga. Kuch-quvvat. Shuncha xalqni eplashni o'zi bo'lmaydi. Qoyil, barakalla. Ha, rahmat. Azizlar, eslatib o'taman, ushbu xodimimiz sotuv ofisining rahbari Mirodil. Kuni kecha Imorat kompaniyasining katta bayramida avtomobil yutib oldilar. Ya'ni Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Qaysi yaxshi. obyektdan uy oldingiz? Qaysi Xudo city? xolasa Sergeli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kasbingiz? San'atkor. San'atkormisiz? Qayerdadir ko'rgandek bo'ldim. Koreografist qilganman. Chet elda raqqos. ishlayman. Shunda boshlang'ich narxi necha puldanligini bildingiz? Bosh to'lov. Taxminan 30% 6000. 6000 dollardan to'g'ri Schema, kelyapti. shunaqadan to'g'ri Oyiga necha kelyapti. puldan to'g'ri kelyapti? Oyiga где-то 230 dollarmi shunaqadan Shunaqadan to'g'ri to'g'ri kelyapti. kelyapti. Ikkita olsam, ikkita o'g'limga bitta. Zo'r o'ylabsiz. Nasib qilsa. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Assalomu alaykum.